Odam ko'pligini, menga ham qolamiki telefon qani? Telefon. Do'stim, 2000 so'm qarz berib tur. Yo, 2000 so'm do'stim, shunaqa aksiya bo'layotgan hozir. 2000 so'mga 4 yillik boshdan kiyimlarni qo'raman ekan. Do'stlar, assalomu alaykum. Omonsizlarmi? Alsat Keji kanalimiz hozirda baringlar bilgan Qirg'iziston O'sh shahri Qurmanjandatka ko'chasi 538 ga joylashgan Planeta O'sh magaziniga keldik do'stlar. Ya'ni Planeta O'sh magazinimizdan aksiyalarimiz ulantuvda sizlarga jangi uje sizlarga ko'rsatmagan past sublenalarda zo'rlarni olib kelib qo'ydi do'stlar. Hozir shoshilmay tursangizlar, videoda yaqinda ism nomerlar adreslerini zo'r qilib tushuntirib qo'yaman. Mana shu yerdan uzmay kelavering do'stim. Bu yerda mana ko'rtasizlar, bilasizlar, bu yerda razmeri o'ta cho'ng bo'lgan magazinimiz assortimentlari o'ta bomba. O'tganda sizlarga esingizda bo'lsa aksiya qilib ko'rsatgan edim. U yerda jo'q modellarni ham zo'rlarni olib kelib qo'ydi. Bizda xudo xolasa mana Ramazon oyiga qarata bunaqa sonun, moshni aksiyalarimizga start berdik. Bizda bu yoqda aksiyalarimizni boshqa jang modelda vitrovkalarni olib kelib qo'ydik. Bularni bo'lgan do'stlar, sizlar uchun 800 so'mdan sveter, dag'in razmerlari ham bor ekan. Gelib yengina tanlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda but kiyimlarimiz ham bor. Bu yerda ko'rtasizlar, lini, xullas bu narsa moda bo'layotgan o'sha jang modeldagi but kiyimlarni olsangiz bo'ladi. Bitta shu yerdan ko'rsatib qo'ying. Hozir o'tamiz shu yoqqa. Mana oftar dunyosi buyursa, o'ta assortiment ko'p bo'lgan oftarda ham moshni zo'r aksiyalarga start berib qo'yamiz do'stlar. Bu yerda shimlarimiz, ketdi, ko'ylak, hozirga kiygani sezon bob tovarlarimiz. Bular mana vitrovkalarimiz ham bor ekan. Bularda ham aksiyasi bo'lmasa ham, lekin cho'ntak bob arzon bahoda kelsanglar mana shu bular yengillar tozalab olyapmiz. Mana olgan olib qoldi, ko'ryapsiz, odam juda ham ko'p. Uspet qilib qoldi. Kelinglar, hammalar chaqirib qolamiz. Shoshilmay tursanglar, adreslarni zo'r qilib tushuntirib qo'yaman. Hozirgi bahorga kelgan mana bunday sviterlarimiz ham zo'rlari bor ekan. Bular hammasi 1499 so'mdan 1,5 ming so'm berasizlar, so'rasiz 1 so'm zdachi bor akalar. Mana sizlarga tanlab olsanglar bo'ladi. Endi ko'ynaklarimiz, o'rta yoshli akalarimiz, tog'larimiz kelgan ko'ynaklarimizni qaranglar, 1,5 ming so'm. Eng oxir 2,5-2800 so'm sotilgan mana bunday ko'ynaklarimiz bunday. O materiallarni qani endi mashinada ushlatib qo'ysam, yumshoq zo'r ekan. Shular 1,5 ming so'mda aksiya qo'yib qo'ydik. Endi mana biz bobidan ko'rsating, yoshlar bobidan o'tganda gapimda turib mashinadan kiyib ketdim, xudosi keyingi reklamalar kiyib kelaman, yarashimlari bor, o'ta zo'r ekan. Mashina olsanglar bir xil qilib kiyib yuramiz. Zo'r ko'ynaklarimiz hammasi 700 so'mdan. Bu yerda mana turlari, modellari juda ham ko'p ekan. Shimlarimiz 700 so'mdan bo'lib ketdi. 800 so'mdan bo'lib ketdi. Mana bu yerda modellar ko'p. Sizlarga bir qator ko'rsatib beraman. Qolgan modellarni o'zingizlar kelib tanlab olasizlar. Bularni hech bir 700 so'mdan shimlarimizni zo'rlari. Kamzurimga nima desam, mana bitta kiyib oldim. 1199 so'mdan xudo xolasa hozirga bahorga kiyaveradigan kamzur, ya'ni bez rukavkalarimiz ham zo'rlari, qalinlari hammasi xullas bu yerda mana 1200 so'mdan, 1299 so'mdan mana bunday xullas bu yerda turlari ko'p. Zo'r narsalarimizga zo'r aksiya bo'lyapti. Ammo but kiyimlarimiz va shu turlari. O'tganda musulmonlar yo'q edi. Bular sizlar uchun jang fasilitetlarni qilib olib kelib qo'ydik. 4800 so'mdan sotilgan turetskiy oyoq kiyimlarimiz 2800 so'mdan bo'lib qoldi. Endi misol uchun aksiya desalar 500-600 bo'lish shart emas, lekin o'zi 4800 so'mlik narsalarimiz mana 2800 so'mga xudo xolasa aksiya qo'yib qo'ydik. Ko'rsating, birinchi qator aksiya emas, lekin bu ham cho'ntak bob. Primera shu bir 2300 2,5 atrofida bo'lib qoladi. Narigi polkamiz, ya'ni bo'lib qo'yganmiz 1999 so'mdan sizlar uchun mana zo'r aksiyalarimiz ketyapti. Modellar ko'p. Bu qator ko'rsating. Mana bu ham mana 1999 so'mdan. Xudosi mana yosh ukalarimiz, menga o'xshagan mana dojni bolalar kiyoladigan zo'r modellar bor ekan. Bu yerda turetskiy haligi gap mana ichki kiyimidan tortib maykasigacha xullas kirasizlar, bu narsa olmasdan ketmaysizlar xudosi. Hali Dubay chaykalarimiz bor. Bu yoqqa o'ynab ketgan letnilarni ham o'sha ochib qo'ydik. Mana tapishkalarimiz ham bemalol kelib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Endi bu qishga. Endi qishlarda endi olmasanglar kerak, lekin xudo xolasa o'lib qolmasanglar, bari qishga olamiz. Shuning uchun hozir mana arzon paytida kelib bularni ham olsanglar bo'ladi. Ular ko'ringlar, chesta meni vkusim qala, turetskiy modellari ham bunaqa zo'r bo'lgan. Kimga nima yoqadi bilmadim, menga shunaqa modellar yoqadi, ham yaxshi ko'raman. Ko'ringlar, buni endi turlari bor ekan. Bu yerda hozirgi moda bo'layotgan hakki svetlarimiz hammasi turetskiy tovarlar. Pullari ham endi xudo xolasa haligi cho'ntak bob qilib beramiz. Unaqa hali aksiyasi yo'q bo'lsa ham, lekin cho'ntak bob yaxshi narxda modellari, endi bular уже hammasi yangiliklar. Tushib ketdi. Mana sizlarga, mana bu yerda har xil makam, mo'yam menga yoqdi, bunaqa dersi modellardan bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Ustimdagini 4,5 ming so'mga oldim desam ishonasizlar, ha? Mana qaranglar, modellar zo'r, yarashimlari zo'r. Sizlar uchun aksiya borda, ko'rsatib qo'ying. 999 so'm kelib 1 so'm zachisi bilan do'stlar uchun arzon qilib qo'ydik. Mana har xil razmerdagi turlari, ranglari, mana bunday zamishviy
aytib o'tdim hali hayitlarga namozlarga keladigan nimalarimiz 999 so'mdan xullas 1000 so'mdan sizlarga aksiya mana yarashmaga baho berib qolsa bemalol bulardan ham tanlab bu videolarimizni qizg'anchilik qilmanglar. Kiyim yo'q aka ukalarimizga jo'natib xudo xolasa yetalab kelaversa mana xudo xolasa ro'za oyicha mana odam ko'p aka ukalarimiz kelyapti olgan olib qoldi uspet qolyapti mana hammalar ilinib qolamiz hammalarni planeta o'sh magazinda kutib qolamiz do'stlar endi sirtqa chiqaylik sizlarga esm nomerlarini aytib orientirlarni bitta o'tganda sal tushunmovchilik bo'lib qolibdi yana bir men zo'r qilib orientirlarni tushuntirib qo'yaman tashqariga ketdik do'stlar esm nomerlarini aytayin 0990 02 35 02 do'stlar shu nomerga qayrilsangizlar bo'ladi. Adreslarimiz Qirg'iziston, O'sh shahri do'stlar. Do'stlik Kurgavoy, Jangi avtobeketdan baringlar bilgan Anjan ko'cha, ya'ni Qurmonjondatqa ko'chasiga girib kelganimizda do'stlar eski va buzilib ketdi hozir. Do'stlar Good Foodga jetbay, yo'da men ko'rsatib o'ring. O'ng joqda Fi Sabillah degan masjid bor do'stlar. O'shanda mana bir qadam bostirib sol joqda ko'rsating Planeta O'sh erkaklar kiyim do'koni. Ya'ni akalar, hozir 2020 Hammalar qo'lingizda shapaloqdek telefon bor. Lokatsiyaga uringlar. Shunday urib turib, Qurmonjondatqa ko'chasi 538 desanglar, xudo xolasa tutut xizmatchilar kelib qo'yadi. Endi hali foydalaninglar demoqchiman, iloji bor. Bo'lmay qolsa orientirlar Faysabilla masjidi to'g'risida, bu tomoni chap qo'lda oltin kafesiga kichkina jetpay do'stlar, sol joqda Planeta O'sh magazin sizlarning xizmatingizda. Buyursa yaxshi men aytib o'tdim. Aksiyalarimizga bor, nima berib start berganmiz do'stlar. Baringlarni kutib qolamiz. Alsat kanalimiz eldi. Jana sizning xizmatingizda.